Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan WordNews O'zbek kanali va bugungi videoda sizlarga AQShning Suriyada IShIDga qarshi amalga oshirgan so'nggi, ya'ni bugungi havo zarbasi haqida gaplashib o'tamiz. Ommaviy axborot xabarlariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyada IShID terrorchi guruhiga tegishli nishonlarga zarba berdi. Ushbu operatsiya AQSh Markaziy qo'mondonligi CENTCOM tomonidan amalga oshirilgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, zarbaning asosiy maqsadi IShID jangarilarining faol guruhini yo'q qilish va ularning mintaqada yana kuch yig'ishini oldini olish bo'lgan. AQSh harbiylarining ta'kidlashicha, operatsiya aniq va rejalashtirilgan tarzda o'tkazilgan. Tinch aholi orasida qurbonlar yo'q. Hujum Amerika kuchlari va ularning ittifoqchilari xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Ommaviy axborot vositalari shuningdek qayd etdiki, IShID Suriyada hududiy nazoratni yo'qotgan bo'lsa-da, Suriya cho'llari va ayrim chekka hududlarda hanuz faol. AQSh esa ushbu zarbalarni IShIDning qayta tiklanishiga yo'l qo'ymaslik, mintaqadagi beqarorlikni kuchayishdan saqlash va terror tahdidini oldindan bartaraf etish uchun zarur deb hisoblamoqda. Mutaxassislarning fikricha, Yaqin Sharqdagi umumiy vaziyat keskinligicha qolayotgan bir paytda bunday harbiy operatsiyalar yaqin kelajakda ham davom etishi mumkin. Agar siz bu mavzu bo'yicha fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb topsangiz, layk bosing. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.